Hafta servis kuzatuvchilari, bugun obzorimizda moyxonada ishlaydigan ustalarimizga mana bunaqa 4 xil shubdan moy tortiladigan apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bular nimada farqi desanglar, firmasida, bankasida shu har xil o'zida ishlatilgan qulayliklarda farqi. Bular afzalligi nimada? Ko'pchilik keladi, misol uchun men tegirdi shu motor krishkasini ochmasdan menga moyni alishtirib bergan deydi, rezbasi ketib qoladi, boshqa deydi. O'shanda bu stanogimiz sizlarga juda qulay, ma'qul keladi. Chunki mana o'zini buni komplektda ko'rayotgan bo'lsanglar, har xil shublari bor. O'sha motorni razmeriga qarab, o'zi har xil shubni tiqib, o'sha motordagi moyni tortib olasizlar. Tortib olgandan keyin o'zi mana bu yerda mashinadan necha litr moy tortib olganini ko'rsatib turadi. Misol uchun shunga qarab turib bemalol, misol uchun mashina moy yeyotgan bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, aytsanglar bo'ladi. Bundan oldingi moyda misol uchun 3 litr yoki 3,5 litr quygan bo'lsa, hozirda u 3 litr tortib olish mumkin yoki 2,5 litr. Agar shunga qarab misol uchun maksimum agar tortib olgan bo'lsa, demak, mashina moy yeyotgan bo'ladi. Shundan ham shu moy rasxod bo'layotganini bilsanglar bo'ladi. Keyin bu ichiga tushgan moyni mana tepasida o'zini knopkasi bor. Bosganingizda klapani ochiladi. Keyin mana bu ichiga o'sha obrobotka moy yig'ilaveradi. Yig'ilavergandan keyin buni bemalol shu ob'yomi 60 litr bo'ladi. Bemalol misol uchun bir 10 ta 15 ta mashinani alishtirganingizdan keyin bitta qilib to'kib olsanglar bo'laveradi. Bu apparatimizni mana bunaqa narsalari metallический bo'ladi. Boshqa modellarga nisbatan chidamli bo'ladi. Mana ko'rib turganingizdek. Laganlari ham bor. Buni bemalol misol uchun podyomnigingiz bo'lsa, podyomnikda mashinani ko'tarib qo'yib turib, bemalol mana bu yerdan primiy o'zini to'kib olsanglar ham bo'ladi. Bu как два в одном desanglar ham bo'ladi. Shubdan ham tortsa bo'ladi. Podyomnigingiz bo'lsa, podyomnikdan ham bemalol tortib olsanglar bo'ladi. Bu apparatimiz Smart Safe'ga tegishli bo'lib, buni $220 sotyapmiz. Kesillarni kelishtirib, savdolashib chiroyli qilib beramiz. Mana keyingisi xuddi shunaqa vazifasi, bu endi budjetniroq varianti. Ko'rib turganingizdek, уже bunga ishlatilgan rasxodniklar ham sal ekonomroq variantda ishlatilgan. Mana bu shishalari ham oddiyroq bo'ladi. Keyin boy o'tib o'tganimdek, mana ko'rib turganingizdek, mana bunaqa chastlari plastmassa bo'ladi. Mana shunaqalarning hisobiga arzon bo'ladi. Endi ko'pchilik endi o'ylaydi, arzon narsa yaxshi emas deb o'ylaydi. Yo'q, arzon narsa yomon emas. Prosta ishlatilgan narsalar arzonroq narsalar ketgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bunda to'kib oladigan o'sha yig'ilgan moyini to'kib oladigan krani pastga joylashgan bo'ladi. Shunaqa sal endi anaqalari bor. Endi puliga yarasha. Buni $150 qilib beramiz kelsanglar. Keyingisi mana HP firmasiga tegishli. Buni ko'rayotgan bo'lsanglar, уже kolbalari ham boyligiga nisbatan ancha premium, sifatlari, kачествоsi ancha zo'r. Buni ham xuddi shu boygiga o'xshab mana bunaqa narsalar alyuminli bo'ladi. Ancha chidamli. Buni bemalol misol uchun ertaga mana bu narsasi yeyilib ketib, boshqa bo'lib ketib qolsa, bemalol alishtirib, mana ko'rib turganingizdek, bemalol alishtirib, yana qo'yib ishlatsanglar bo'laveradi. Bular mnogorazviy. Misol uchun mana bunisi chirib ketsa, sinib ketsa yoki boshqa bo'lsa, bo'ldi, endi boshqa topishim kerak emas. Bemalol mana shunaqa ingichka shlankalardan topib, qo'yib yana bemalol ishlatsanglar bo'laveradi. Mana buni ham lagani ko'rib turganingizdek katta. Bemalol shu qo'ysanglar bo'ladi. Keyin buni o'zini mana bunaqa maxsus setkalari bor. Shu moyi yech bo'lganingizdan keyin, boshqa qilganingizdan keyin moy filtrini bemalol shunga qo'yib qo'ysanglar, ishxonanglar akkuratli bo'ladi. Ani qatga qo'yishim kerak, boshqa deb o'tirmaysizlar. Mana o'zida mana bu yerda datchiklar bo'ladi. Kompressor kelib ulaganingizdan keyin mana shupa mana bu yoqqa kirgiziladi. Kirgizilgandan keyin mana bu havo kompressor ulangandan keyin maksimum bo'lgandan keyin shu mana buni shubga tiqqaningizdan keyin kranchigini bitta ochsanglar maksimum so'rib oladi. Ko'pchilik buni ishlatishni bilmaydi, boshqa qilmaydi. O'shaning uchun yaxshi ishlamayapti, effekt bermayapti deb o'ylaydi. Yo'q, instruksiyasini yaxshi bilsanglar, ishlatishni bilsanglar, bu juda qulay narsa bu. Shu boyga aytganimda, ani tegidan yechtirmagan deydigan kaprizli klientlarga juda kerak narsa bu. Moyxonaga olib qo'ysanglar, sizlarga ancha effekt beradi. Qulaylik ham tug'diradi. Keyin o'zini mana bu o'zini chelagi bor. Mana solib ko'rasizlar. Keyin shu mana ko'rib turganingizdek, mana bu ilgagini o'sha misol uchun katta bachokami yoki kanistrlargami qo'yib qo'yasizlar. Mana kranchigini bitta ochib yuborsangiz bo'ldi. Ichidagi hamma yig'ilgan obrobotka moylarni idishga to'kib beradi. Buni o'zini mana shunaqalar bor. Mana shlankalari ham prujinali, ichidan prujina o'tgan, ancha chidamli, uncha yorilib boshqa qilib ketmaydi.
Keyin oxirgisi avtoservis brendiga tegishli. Bu ham mana ko'rib turganingizdek kolbasi bundan oldingi HP modeliga o'xshab premium sifatida qilingan. Bitta endi buniki o'sha mana bu shupi endi plastmassa qilingan. Bu muammoli joyi yo'q. Ishlash mexanizmi hammasiniki bir xil bo'ladi. Mana ko'rib turganingiz buni ham o'zining tog'orasi bor. Buni ham shu bachog'iga yig'ib, keyin bemalol to'kilsanglar bo'ladi. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, instrumentlar kerak bo'lsa, bemalol quyidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.